Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi misolimiz quyidagicha tenglama. Bu tenglamani ishlatishimiz uchun demak birinchi darajalarga e'tibor beramiz. Sinus kvadrati x va kosinus kvadrati x ekan. Xo'p, iloji boricha bir xil nomga o'tkazib olishimiz kerak, yo kosinus kvadrati x ga yoki sinus kvadrati x ga. Xo'p, buni darajasini 1 minus kosinus kvadrati x qilib belgilash kiritib olsak ham bo'ladi. Yana bitta yaxshi yechim sifatiga ko'paytirib olsak ham bo'ladi. Ya'ni 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasiga ko'paytira olamiz. Chunki bu baribir musbat son, ya'ni musbat sonning darajasi har doim musbat bo'ladi. Demak, shu holatda ko'paytira olamiz. Ko'paytirgan vaqtimiz har birini shu 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasiga ko'paytirgan vaqtimiz bizda quyidagicha ko'rinish bo'ladi. Sinus kvadrat x ko'paytirilgan 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasi qo'shilgan 8 kosinus kvadrat x ko'paygan 8 ni sinus kvadrat x-inchisi teng, demak 9 ko'paytirilgan albatta 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasi bo'ladi. Xo'p, asosiy daraja hossallaridan asos bir xil bo'lsa, demak daraja ko'rsatkichlari qo'shiladi. Bunga ko'ra 8 ni sinus kvadrat x va sinus kvadrat x ikkalasi qo'shilsa, demak 2 sinus kvadrat x paydo bo'ladi. Qo'shilgan. Bu yerda 8 asos bir xil daraja ko'rsatkichlari o'zaro qo'shilsa, kosinus kvadrat x qo'shilgan, demak sinus kvadrat x bo'ladi. Teng 9 ko'paytirilgan 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasi. Yana bir asosiy formulamiz bor. Trigonometriyaning asosiy formulasi sinus kvadrat x va kosinus kvadrat x ni yig'indisi 1 ga teng, demak 1 ga tenglik holatini yozib ketamiz. 8 ni 2 sinus kvadrat x-inchisi plus demak 8 ning birinchisi bo'lib qoladi va 8 ning o'zi. 9 ko'paytirilgan 8 ni sinus kvadrat x-inchi darajasini tenglikni chap qismiga o'tkazgan vaqtimiz minus 9 ko'paytirilgan 8 sinus kvadrat x teng 0 degan tenglama kelib chiqadi. Endi bu tenglamani biz belgilashga kiritamiz. Xo'p, 8 sinus kvadrat x ga t bilan belgilashga kiritadigan bo'lsak, birinchi ko'rinishimiz t kvadratga aylanadi. T kvadrat. Demak, t kvadrat plus 8 minus 9t teng 0. O'zini ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, tenglamamizni t kvadrat minus 9t plus 8 teng 0 keltirilgan tenglama hosil bo'ladi. Endi Vet teoremasini qo'llaymiz. Yig'indisi 9, ko'paytmalari 8 ekan. Bu sonlarimiz 1 bilan 8. Endi shu t ni qiymatlarini o'sha belgilashimizga borib qo'yamiz. Navbati bilan birinchi 1 ga tenglashtiramiz. 8 ni sinus kvadrat x-inchisini birinchi 1 ga tenglashtiramiz. Keyingi safar 8 ni sinus kvadrat x-inchisini demak 8 ga tenglashtiramiz. Xo'p, qachon 1 ga teng bo'ladi? Demak 0-darajaga. Bu yuqori qismi 0 daraja bo'lishi kerak. Sinus kvadrat x demak 0 bo'lishi kerak. Bu yerda 0 bo'lish uchun, kvadrat 0 bo'lish uchun demak sinus x-imiz 0 bo'lishi kerak. Birinchi holat. Endi qachon 8 ga teng bo'ladi? Yuqori qismi 1 bo'lishi kerak. Yuqori qismi 1-darajani bo'lishi kerak. Sinus kvadrat x demak 1 bo'lishi kerak. Kvadrat qachon 1 bo'ladi? Demak ikkita holatda, yo -1 yo 1 holati. Sinus x-imiz -1 bo'lganda yoki sinus x-imiz demak 1 bo'lganda. Xo'p, uchta ko'rinishda ega bo'ldi. 1 -1 0. Ularni umumlashtiradigan bo'lsak, xo'p, birligiga aylanadi. 0 bo'lgan qiymat ikkita bor sinus uchun. Mana shu nuqtalar ikkita nuqtamiz. -1 da demak pastda, -1 esa tepada bo'ladi. Demak, har 90 gradusga o'zgarib boryapti. Har 90 gradusga. Bu degani umumiy javobimiz x teng pi taqsim 2 va har 90 gradusda bo'lganligi uchun demak n ko'paytirib qo'yamiz. Umumiy javob. Yo'da n barcha butun sonlar to'plamiga tegishli.